to'g'risi gap borku, men bu ta'mni hech qayerda men umuman tatib ko'rmaganman. Ana reis deganingga deylik-ku. Bismillah. Be. Assalomu alaykum, sog' salomatmisizlar? Xo'p, bu kanalimiz Chapana Power deb ochildi. Chapana Power deyishligini sababini albatta akam aytadilar. Bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, kichkinagina joyimiz bo'lsa-da, oshxonamiz bo'lsa-da, mana shu yerda kunlik uyda tayyorlanayotgan taomlarni mana shu akamiz, ya'ni Musoxon akamizdan ko'rib borasizlar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Endi hammasi yangi obunachilar bo'ladi. Albatta, yangi obunachilar bo'ladi. Bizni kuzatib bo'lgan obunachilar bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bu akam haqiqatan taomni juda ham ajoyib pishiradilar. Men juda yaxshi bilaman. Qo'llar kelgancha qanaqadir sekretlarni, sirlarni bilib olasizlar. Chapana Power deb nima uchun qo'ydingiz? Endi chapanamanda nima deydi? O'zi power, as power emasman. Powerlikka da'vo ham qilmaganman. Hobbi deydi, qiziqish. Shu oshnovalar bilan o'tirganda hamma taomni bilaman. Shuni chekkidan ko'z tutib, endi seni maslahating bilan bo'ldi, aytay. Albatta, meni maslahatim bilan bo'ldi. Chunki har kuni taom yasayaptilar. Endi u kimgadir qiziq. Haqiqatda kimgadir qiziq. Lekin haqiqiy power emaslar. Kichkinagina osh qilaman. Bu juda qiyin narsa. Kichkina osh qilish, ya'ni 2 kishilik. 2 kishilik. Misol 50 kilo, 30 kilo damlashdan ozgina osh damlash o'ta qiyin-da, uni ko'pchilik tushunadi. Shu 2 kishiga abitimizga, misol kechki abitimiz, zavtriga chiqamiz, shunday ovqatlarni yo'rtib boramiz. Albatta. O hali xullas hamma taommi. Milliy taom, misol kerak Yevropa taom. Hammasi shashliklar, baliqlar, hammasiga boramiz. Xullas hammasi bo'ladi. Bizni kuzatishda davom etinglar. Partipsatsiya bo'ladi, yangilar. Endi bugungi taomimiz nima bo'ladi? Bugungisi ajabsanda qilamiz. Ajabsanda. Ajabsanda nimaligini video davomida ko'rasizlar. Power akamiz har doimgidek qo'llariga narsalarni tog'ib. Xo'p, bu yerda asosiy ketadigan narsalarni tushuntirib o'tasiz. Xo'p, bu ajabsandamiz juda tez tayyor bo'ladigan zavtrikka, misol kichik abit deymiz-ku. Abitdagi o'sha qorni ochgan mahal tez tayyor bo'ladigan narsa. Bu narsa ajabsandamizga pomidori, bulg'or qalampiri, piyoz, zelen, tuxum, kolbasli sir, kolbasa, shularni ajabsanda qilib beraman. Bunday bo'lsa, boshladik, ha? Boshladik. Biz 2 kishi uchun siz ko'proq qilib, necha kishi bo'lsa o'shani qarab harakat qilaverasiz. Endi bo'lmasa gaz yoqamiz. Gazimizni yoqib olamiz. Gazimizni yo'qligicha katta olov kerak emas. Bir menda qancha yo'q qo'ydingiz? Endi
joy ko'p quyilmaydi. Pomidor, piyoz tashlab, ashuni qovurib olamizda. Yog'imiz ham qizib oldi. Endi bunga piyoz solamiz. Tuz tashlab oldik-a. Tashladik. Aralashmay tashlab bo'ladi. Cho'kutmas. Ürünümüz tayyor bo'lguncha endi kolbasamizdan Kolbasamız madara doğru oldu. Sen to'xtab tur. Toshgan qo'shamiz. Endi tuxumimizni Haqiqatdan bir ajoyib narsa bo'lyapti. Men o'zim ham hali birinchi marotaba ko'ryapman. Birinchi marotaba tayyorlashingiz-a bu yerda? yo'q. Ha, bu yerda endi birinchisi. Shu birinchi marotaba. Buni Rossiyada yurganda Shu endi men aytmoqchi edim. Rossiyada yurganlar uchun juda ham bu qulay va tezkor pishiriladigan taomlardan biri ekan-a? Mazali. Mazali. Qo'shamiz chicha. Qani endi mana bunda aralashtiraveraman. Nima edi u? Ha, blenderga. Ruchnoyimiz. Albatta, ruchnoyimiz hozir patta yo'qdi, topolmabdilar. Ha, shuna qilib aralashtirib. Ana bu. Mahsulotimiz tayyor. Endi buni quyib olamiz. Qozonga.
kolbasniy sir nimaga deyayotgan endi bir navbatga keldik. Kolbasniy sirdan olamiz. 2 kishi uchun mana shuncha yetadi. Yetadi. Endi sirimni endi men olmaganchiga qana olaman. Mana bu yerga. Bundoq qilib, Ya'ni qiriladi. qilib olsak. Qirg'ich deydi o'zbekchasiga. Ruschasiga cho'rka deydimi? Bilmayman. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Sirimiz tayyor. Endi buni qilib chiqamiz. Ya'ni bu bezakmi yo tammi? Ta'm beradi bu. Bu pizza qilayotgan ekansiz-da? Shunga yaqinroq. Ha. Şurada qilib yegan taomlarimda bu. Ko'pchilikka qilarmi deysiz o'sha paytda ham? Yo'q, bu yerda ham 2 kishi edi. 2 kishi edinglar, ha? Ha. Bolalar boshqa joyda o'tayotdi, biz 2 ta oshna. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuni yopib qo'ydik. Necha minutga yopib qo'ydik? 10 minut tursa tayyor. Ungacha biz choy tayyorlab dasturxonga o'tiramiz. Ovqatimiz pishdi mana. Qani. Ajabsanda degan taomlarimiz mana shu. Bir boshqacha ko'rinyapti. Endi tatib ko'raman. Obunachilar sizlar uchun tatib ko'raman. Qanday chiqqanini aytamiz. Tayyor. Mana choylarimizni ham quyib oldik. Endi ajabsanda degan taomni yeymiz. Men hali bu taomni yeb ko'rmaganman. Rossiyada yasab ko'rganman, buni yeganmiz deb aytdilar. Ya'ni chapana povur. Musoxon aka aytdilar. Qani bismillahirrohmanirrohim deb tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlar uchun ta'mni aytaman, hurmatli obunachilar. Qani bismillah. Bay. To'g'risi gap borku, men bu ta'mni hech qayerda umuman tatib ko'rmaganman. Shu yoshimga kirib tatib ko'rmaganman. Haqiqatdan sizlar ham mana shu narsani shuni qilib ko'ringlar, vkusni, ta'mni bilasizlar. Bay. Kelinglar sizlar ham maza qilib yeymiz. Chapana povurga rahmat. Shunchalik yasaganliklari uchun. Boya aytib o'tganimizdek, faqat mana shu holatda, ya'ni 2 kishiga qilinadigan taomlarni biz ko'rsatib boramiz. Bu kimlargadir qiziq va kimlardir nimadir narsalarni o'rganadi. Shuning uchun mana shu videolarni qo'yib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ha, aytmoqchi, obuna bo'lishni unutmanglar. Bundanda qiziqroq va bundanda yaxshiroq taomlar hali hammasi oldinda. Sog' bo'linglar.